Assalomu alaykum. Bugun sizlar uchun judayam manfaatli bo'ladigan dars bilan bo'lishaman. Ya'ni farzandlarimizni melki motorikasi qo'l nuqtalari bilan ishlash darsligi bo'ladi. Darslikni oxirigacha ko'ring, chunki darslik oxirida men farzandlar bilan qanaqa uy sharoitida oddiygina kraska qog'oz bo'yicha ishlash bo'yicha sizga ko'rsatma berib ketaman. Ya'ni o'zi melki motorika, ya'ni mayda motorik tizimi bu nima? Har bir insonni qo'lida, oyog'ida har xil nuqtalari bor, bilamiz. Ya'ni bu nuqtalar aktiv faollashtiradigan miya to'qimasini rivojlantiruvchi nuqtalar hisoblanadi. Ma'lum bir nuqtalar organizmni qaysidir a'zosiga javob beradi, ma'lum biri aqliy faoliyatga, salohiyatga javob beradi. Bu nuqtalar qay darajada qanaqa ishlansa, qanchalik foydali bo'ladi, shu bugungi darsimizda gaplashamiz. Xo'p, kelinglar gaplashamiz. Chap qo'lda yozadigan bolalar bor, o'ng qo'lda yozadigan bolalar bor, bilasizlar. Har bir bola bir qo'lda yozayotganida miyani faqatgina bir qismi ishlaydi. Ya'ni o'ng qo'lda yozganda miyani chap qismi, chap qo'lda yozganda miyani o'ng qismi ishlaydi. Chap qo'lda yozuvchi bolalar, e'tiborli bo'lsangiz, ular ijodiy fanlarga, tasviriy san'atga juda ham usta bo'ladi. Ya'ni ular tizish, ixtiro qilish, yaratishga usta. O'ng qo'lda, ko'p holatda o'ng qo'lda yozadigan bolachalar ko'proq matematika, aniq fanligi, huquq, shunga o'xshagan har xil aniq fanligi tezroq o'zlashtiradi. Bu sababi shu miya faoliyatidan. Bizni chap miya tarafimiz aqliy faoliyatga javob bersa, o'ng miya tarafimiz esa tasviriy, ya'ni vizual holatimizga javob beradi. Bu ikkita miyani baravar ishlatish uchun biz bolaligidan farzandlarimizdan ikkita qo'llab qilinadigan mashg'ulotlarni ko'paytirsak, ularni qo'liga, oyog'iga har xil mashg'ulotlar to'plami bilan ishlaydigan bo'lsak, ko'proq natijaga erishamiz. Hattoki o'zingiz ham oddiygina ikkita qo'lda bajariladigan har xil mashg'ulotlarni qilishni boshlasangiz, o'zingizda ham natija ko'rasiz. Ya'ni xotira yaxshilanishi, darslarni o'zlashtirish, diqqatni jamlay olish, xotirjamlashish. Men ko'p holatlarda menga keladigan o'sha giperfaol, diqqati jam emas bolajonlar bilan ko'proq holatda shug'ullanadigan mashg'ulotlarim neyrogimnastika mashqlari, ya'ni ikkita qo'l bilan qilinadigan mashg'ulotlarni beraman. Bu mashg'ulotlar shundan iboratki, biz miyamizni baravar ikkita bo'limini ishlatishni boshlaganimizda aqliy salohiyat ham, ijodiy salohiyat ham baravar ishlashni boshlaydi. Bunda biz miyamizni ko'proq neyronlar hosil qilishni boshlaymiz. Xotira tizimi tiklanadi, yaxshilanadi, qon aylanishi yaxshilanadi. Butun bir organizmda aqliy salohiyat yaxshilangani sababli immun sistemasi kuchayadi. Shu sababdan oddiygina shu qo'l nuqtalari bilan, oyoq nuqtalari bilan qiladigan mashqlarimiz ko'rinishdan juda oddiy ko'rinishi mumkin, lekin juda ham samarali va foydali, davomiy qilinadigan bo'lsa. Bu mashg'ulotlar shundan iboratki, har xil kraska, bo'yoq, qog'oz, sujjak koptoklari, har xil mashg'ulotlar yordamida qilishingiz mumkin. Hattoki qo'lini baravarga har xil qiladigan shunga o'xshagan mashg'ulotlar ham ikkita miyani baravar rivojlantiruvchi mashg'ulotlarga kiradi. Arzimagan shunga o'xshagan mashg'ulotlarimiz ham miyani ikkita faoliyatini rivojlantiruvchi mashg'ulotlarga kiradi. Quyidagi hozir ko'rsatiladigan mashg'ulot ko'proq qo'l mayda motorikasini rivojlantirish uchun juda ham foydali. Ya'ni 5-6 yosh payti farzandlarimiz ular uchun oddiy hol kistichka kraska bilan ishlash, lekin qo'l bilan chizish har bir bolaga qiziq. Qancha biz ularni qo'l faoliyatlarini ko'proq rivojlantirishga yordam beradigan mashg'ulotlarni bersak, farzandlarimiz rivojlanish etaplari tezlashadi, aqliy salohiyati yaxshilanadi va siz xohlagan o'sha a'lo baholarga o'qiydigan, xotirjam, adekvat farzand bo'lib yetishib chiqadi. Xo'sh, kelinglar, uy sharoitida biz shu melki motorika, ya'ni mayda motorika uchun foydali bo'ladigan mashg'ulotlarni sanab o'tsak, oddiygina no'xat, mosh, shularga o'xshagan korzinkalarga solib berish, bokslarga solib berish, ularni ajratish yoki qattiq jism, yumshoq jism orasiga aralashtirib ularni ajratish. Shu ham mayda motorikaga juda ham foydali. Yana legolar, mayda, katta har xil konstruktorlar, ular ham
mayda motorika judayam foydali hisoblanadi. Mayda motorikasi zo'r rivojlangan bolachalar katta bo'lganda bemalol programmist, IC sohasida, elektronika sohasida ustasi farang bo'lib chiqishadi. Nega? Chunki ular detalma-detal qilib miyasini chaqlagan bo'ladi. Shu sababdan hozir uyda farzandingiz bo'sh o'tirganda gadjet, televizor, telefonga chalg'itmasdan oddiygina uy mashg'ulotlaridan boshlab unga mayda motorikasiga ko'proq e'tibor qaratishni boshlasangiz, kelajakda natijasini ko'rasiz. Biz aytib o'tdik, o'sha no'xat, mosh aralashtirib berishimiz, makaron, yumshoq jismga qattiq jismni aylantirishimiz, bolalarni topish o'yinlari bu 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan farzandlarga juda ham zo'r ta'sir qiladi. Endi 6-12 yosh farzandlarimiz-chu legolar, konstruktorlar, har xil yig'iladigan maketlar, bular ham hammasi mayda motorikaga kiradi. Yana bizning shu mashhur bo'lgan sujjuq koptoklarimiz yordamida bosilib qilinadigan mashg'ulotlarimiz. Bularning ham hammasi mayda motorikani rivojlantirishga olib keladi. Nega? O'zi mana ko'p aytaman men, endurance, enkapress bo'layotgan bolachalarga, tik nevroz agressiya bo'layotgan bolachalarga qo'l nuqtalarini bosib, biza signal jo'natib miyasini uyg'otamiz deb. Uxlab qolgan, rivojlanishi orqada qolgan miya har doim o'zini ko'rsatib beradi. Bir xil joyda e'tibor yetmaydi, bir xil joyda diqqatini jamlamaydi, bir xil joyda esa siyib qo'yadi, bir xil joyda esa jahl chiqib g'azablanib urib ketadi. Bu holatda biz miyani faollashtirib, uni tinchlantirishimiz uchun muntazam ravishda bolamizning miyasi bilan shug'ullanishimiz kerak. Unga har xil mashg'ulotlar berishimiz kerak. Uni har xil rivojlantiruvchi o'yinlar, qiziqarli o'yinlar yordamida bilar bildirmas holatda xuddiki inson muskullarini kachach qilganidek, ya'ni trenirovka qilganidek miyasini ham trenirovka qildirib turish kerak. Shunda xotirasi baland, diqqati jam, adekvat holatda o'sgan sog'lom farzand bo'ladi. Quyidagi videoni farzandingiz bilan qilib ko'ring, juda ham foydali mashg'ulot. Hattoki 10-15 yoshli bolachalarga ham juda ham qiziq, qo'lda to'ldiriladigan raskalar bor. 3 yoshdan, 1,5 yoshdan уже boshlab bunaqa metodika bolalar bilan qo'llab shug'ullanish mumkin. Endurance, enkapress, nevroz, agressiya nima, qanaqa qilib siz dori bermasdan ishlaysiz deb ko'pchilik qiziqib so'raydi. Shunga o'xshagan chuqurroq yondashgan holatda bolamizning qo'l, oyoq nuqtalar bilan bosilgan har xil o'yin tarzida metodikalar ishlab chiqarilgan holatda biz farzandlarga yondashgan holatda ularni har xil diagnozli kasalliklarda yechim beramiz. Agar sizga xuddi shunaqa metodikalar qiziq bo'lsa, farzandingiz bilan uy sharoitida ularning ruhiyati bilan ishlamoqchi bo'lsangiz, hoziroq quyidagi raqamlarga murojaat qiling va ma'lum metodika kursim haqida to'liq ma'lumot oling.